Assalomu alaykum, skuter quvani, skutershunoslar ashaddiy muxlislari, obunachilari. Sizlar bilan navbatdagi avzorimizga ko'rib chiqamiz. Endilikda sizlarga 3 xil reylarda har xildan olib kelib qo'yganman. Ko'rishlaringiz mumkin, trisikillarimiz usti yopig'idan deysizmi, ochig'idan deysizmi, yukka moslanganimi, ixchamgina ro'zg'orbob, cho'ntakbob, yosh kattalarga trisikl modellarimiz eng katta usti yopiqlardan olib kelib qo'yganmiz. Xudo xolasa tovarlarimizdan bor. Bemalol aloqaga chiqarasizlar, albatta ishlayni chiroyli narxlarda bitirib beramiz. Endilikda bir boshdan boshlaymiz. Arzonidan ixchamgina trisikl modelimiz, yiqilib ketmaydigan yosh kattalarga so'rayotganlarga 3 xil reyli trisikl modelimizni olib kelib qo'yganmiz. Narxlari вообще bomba. Bizdan oldin videoni ko'rishdan oldin bitta like bosib, obuna bo'lib ketish esdan chiqmasin. Albatta narxlarini, xarakteristika hamma yo'qlari bilan sizga tanishtirib o'taman. Ani bismillah. Birinchi modelimiz 3 xil reyli trisikl X5 modelimiz. 5 ta akkumulyator yukka 5 ta 20 amperli akkumulyator bilan jihozlangan. Bitta to'liq zaryadda 50-60 km masofani bosib o'tadi. Yuk ko'tarishi 150 kg. Qani, nevarani ham ikki sotiz bo'ladi. Yana bitta joy, buni bitta aylantiradigan bo'lsangiz, buni bir dona tugma orqali mana knopkani bosasiz, buni oldiga keladi. Bo'ldi mana. Bemalol o'zi o'tirsa ham bo'ladi. Xarajat uchun orqada sumkachalari bor. Pavrotniklarini ham ishimga o'rnadi. Bortlari balondan tashqariga chiqqan, yiqilib ketmaydi. Ixchamgina trisikl. Yana bitta tugma orqali buni yana bitta siljishib turib, orqadan nevaralar yuklab, buni aylantirib, bunday ko'tarib turib, aytib ushlab ketadiganlargacha bor. Pultda ham kaltda ham harakatlanadi. Tezlari 30-35, parkovka rejimlari bor. Kilometr voltlarni zaryadini ko'rsatib turadi. Ko'rishingiz mumkin, eng full variantda zadniy rejimlari bor. Balonlari 8 ga 3.0 qilib ishlangan. Pakrushkalari baquvvat, sakadisiyali bo'ladi. Buning narxini obunachilarimizga $490 dan qilib beramiz. Bemalol aloqaga chiqarsin. $490 necha bo'ladi? 5.900.000 so'mdan. Hech kimda yo'q narxlar. Bemalol aloqaga chiqarsa 5.900.000 dan mana seriya rangidan, qora rangidan bor adashmasam. Keyingi modelimiz Azba brendiga tegishli usti yopiq eng katta kapali modelimiz. Atroflari yopilgan, buni videosini qo'yganmiz. Orqalari keng qilib ishlangan. Oldilari ham ikki sig'uradi, ham pultda ham kaltda harakatlanadi. Tablolarni qarang, BYD tabloda. Eng vaquvvatidan kattasidan ishlangan. Nimasi bo'ladi? Hamma qulayliklari bor. Tormozning parkovkalarigacha bor. Bunda ham parkovka bor. Oyoq tormozlari bor, ruchni sistemalari bor. Keng, oldida yana bir kishi sig'uradi. Mana yonida o'tiribman. Ko'rishlaringiz mumkin. Patologlargacha bor. Atrofi yopiladi, tentlari ham bor. Ko'pchilik tent yo'q deb o'ylab qo'yib qo'ymaganmiz. Bortlarni qarang. Bortdan tashqariga chiqqan balonlari sakadisiyali 350 ga 10 qilib ishlangan. Qarang, ablisovkasi bilan birga qo'shib qanotlarni ishlab qo'yishdi. O'ta neobичный. O'tirganda ham qulay. Ko'rishingiz mumkin. O'sha chiroyli, yurishi jim ekan, o'zim minib ko'rdim. Balonlar qalinligini qarang. Sakadisiyali 350 ga 10 qilib ishlangan. Eng qalin pakrushkalarda oyna dvorniklari bor. LED faralari o'ta chiroyli yonadi. Oldinlari ham chiroyli qilib ishlangan. Menga yoqqan tomoni buni orqalarini ko'rsatib o'taman. Orqada xarajat uchun setkalari bor. Stoplar yonishini qarang. Xarajat uchun yana bak so'rayotganlarga mana orqasida xarajat uchun joylari ham bor ekan. Buning narxini $1050 dan qilib beramiz. Bemalol aloqaga chiqaringlar. Albatta ishlayni chiroyli narxlarda bitirib beramiz. O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz mavjud, mijoz bilan kelishilgan holda. Endi keyingi modelimiz bitta tanishtirib o'taman. Keyingi modelimiz X6 modelimiz. Buni ham bortdan tashqariga chiqqan. Nimaga bortdan tashqariga chiqqan deyapman? Yiqilib ketmaydi. 3 xil bo'lgandan keyin riski bo'lsa, yiqilib ketish imkoniyati ko'p bo'ladi. Akkumulyatorlari narxi 20 amperli akkumulyatordan 5 ta joylashgan. Bu akkumulyatorni aytib o'tmadim. 50-70 km masofani bosib o'tadi. Akkumulyator 39 dan 5 ta. Baquvvat, 1000 motor. Endi buni motorlarga 8 vatt motor, 8 vatt miya. 5 ta 20 amperli akkumulyator, yuk ko'tarishi 200 kg, orqasi ham yukxona ham o'rinliq bo'ladi. Eng ixcham, qulay balonli katta modellarimizda. Xuddi shuni balonli kichkinasi bor. Narxga keladigan bo'lsak, narxini 7 million, buning narxini 7.300.000 so'mdan qilib beramiz. Ko'rishingiz mumkin, orqa setkalari va kalta ochadigan bo'lsangiz, bu yukxona bo'ladi. Shu speskalarigacha bor. Bemalol chiqarasizlar. Qani kaltlarni o'ta neobичный ishlab qo'yibdi. Ham pultda, ham kalitda yurishsiz bo'laveradi. Parkovka rejimlari bor. Zadniy rejimlari bor. Fanarlari, pavrotni, signallari hamma yo'llar joyida.
Nima mujassam edi. Ugalari, ranglari ham o'zini beshlik. Bir-biriga kolaboratsiya qilingan. Sakadiskali 3 o'rniga 10 pakrushkalar bilan jihozlab qo'yildi. Narxini 7.300 ming so'mdan chiroyli qilib yo'lida qilib beramiz. Hoj taomlarga, eng yumshoq model oqtarib yurganlarga juda zo'r model. Nimayasiz ertaga gammada ichi og'riydi. Ukka moslangan nariga. Bu yumshoqligi masjidga, nevaralarda bog'chaga ham hamma olib borib kelgani juda zo'r model hisoblanadi. Endi sezon kelyapti. Kapalidi ixchamidan so'rayotganlarga kapalidi ixchamgina balonlari bortdan tashqariga chiqqan, yiqilib ketmaydigan olib kelib qo'ygan. Atroflari ham yopiladi, qishda bemalol harakatlansangiz bo'laveradi. Buni qarang mana, har doim balon bortdan chiqqan deyapman. Borti ichida moslari kalta qilib ishlangan. Orqasi bir xil bo'lgani bilan balon ichida bo'lgandan keyin yiqilib ketish imkoniyati ko'proq. Buni chiroyli qilib minaman degan akalarimizga juda zo'r model bu ham. Bunimizning narxini nechga qilib beramiz? $8 dan qilib beraveramiz. Men mana aloqaga chiqamiz. $790 dan qo'yganmiz, 790 dan. Bu kapali modelimiz 539 amperli akkumulyator, yuk ko'tarishi 250 kilogacha ko'taraveradi. Orqasi sondiq bo'ladi, xarajat solsangiz bo'laveradi. Ham pultda ham kalib yurgisangiz bo'laveradi. Oldi jitkis tormozli, ko'ring. Oldi jitkis tormozli. Ko'rsatgan tablolarni, Bluetooth kolonkalari bor, zaryadini, voltini, hamma uni kasalgacha aytib turadi. Dvornilar ishlaydi. Dvornilarning ishlashini. Orqada setkalari bor, xarajatsiz ko'rishingiz mumkin. Ranglari qora seri ranglarda bor. Mana bolalar yechyapti. Shu atroflar orqalarigacha yurishlari jam, ovoz chiqmaydi. Umuman ko'chalari ham chiroyli ishlangan. Qishda ham minsangiz bo'laveradi. Nimaysiz atrofi yopiladi, qishda ham yopmay kelsangiz bo'laveradi. Orqa stoplari, qanotlari ham sinmaydigan plastinkadan ishlangan. Endi balonlar keladigan bo'lsa 3 o'rniga 10 sakadiskali. Buningizning narxini $850 dan bemalol aloqaga chiqib ketsangiz ham bo'laveradi. Keyingimizning narxiga keladigan bo'lsak, sifati bo'yicha, yuk ko'tarishi bo'yicha, qulayligi bo'yicha xudo xolasa trendda bo'lgan 1.2 modelimiz. 200 kiloli stakanchi modelimiz. Ham yukxona ham o'rindiq bo'lish xususiyatiga to'chasida bemalol chiqib ketaverasiz. Full dema deyishyapti kommentariyada. Hamma qulayliklar mujassam bo'lgan skuterimiz. Full masana. O'zbekcha gapirsa, o'zbekcha gapiramiz. Hoji akalarimiz kommentariy yozib qo'yibdi, negativ. Jonlari sog' bo'lsin. Mana. Oldi tormozli sakadiskali bo'ladi. To'rtta tumankalari, dugalari bor. Tablolar yangilangan versiyada, kolonka mikrofon bor. To'rtuvchi marosimda eshitsangiz bo'laveradi negativchilar. Oldi katta oynalar bilan jihozlangan. Ko'rishingiz mumkin. Pultlari Cobalt pultdan o'g'irlangan 100%. Pultda ham kaltdan yurishsiz bo'laveradi. Telefon postavkalari bor. Oldi jitkis tormozli, avariya sistema bor. Kimda ko'rdingiz? Kolonka mikrofon, zadniy rejim, 3 ta skorost parkovka rejimlarigacha bor. Rushlolari, oyoq tormozlari albatta ichida qo'yib qo'yilgan. Ko'raverasiz, bemalol orqada hali bitta ochasida ochib turib, bemalol xarajatingizni, suv pularingizni yuklasangiz bo'ladi. Suv bilan qo'yib beriladi. Stollar yangi terilmagan holatda tayyor emas. Mana buni ko'taradigan bo'lsangiz. Mana. Bo'ldi. 250 kilogacha yukni bemalol siz bo'laveradi. Oldilari ham keng 539 amperli akkumulyator. Bitta to'liq zaryadda 50-70 o'rtacha yurish kilometr masofa. Akkumulyatorlar 2026-yil 5-oylarda ishlab chiqarilgan. Zaryadchilar original o'zini zavodskiy sertifikatlari hamma yo'qlari bor. Ham yukka ham o'rindiqqa moslangan oldaynilarga. Bundan oldayni kichkinalarni ko'rgansiz. Ertaga mingandan keyin shabada uradi ko'krakka. Kasal bo'lmaslik uchun eng fulunoli mazaqini mini. Balonlari ham eng qalinidan 12 lik sakadiskali 6 jitkis tormozli. Keyin buni qarang, bortlari ham qanotlar bilan birga chiroyli qilib abisovga qilib ishlab qo'ydi. Bunaqasini ko'rmaganman. Sakadiskali 350 ga 12, 3.0 emas, 350 ga 12 pakrushkalari qalinida. Mana 3.0 ga 12. Ko'rishingiz mumkin. Ko'rishingiz mumkin. Mashiva baquvvat. Bu ham zo'n narsa. 3.0 ga 12 lik sakadiskali bu ham. Bunimizning narxi oldaynilar mana kichkina kolonka mikrofon bor. Oldi jitkisli. Tumankalari 2 dona. Bunimiz narxini shunaqa bilamiz. Buning narxini $670 dan qilib beramiz. Bunimizning narxini esa $690 dan chiroyli qilib ketishlari mumkin. $690 so'mga chaqadigan bo'lsangiz 8.300 ming so'm bo'ladi.
8.300, 8.250 ming so'm. Albatta dastavkasi kelishilgan holda bemalol orqa chiqarasizlar. Ishlanchiroq narxlarda bitirib beramiz. Ro'zg'orbob stakanchi 200 kiloli stakanchi modelimiz eng sifati, funksiyalari ko'p modellar. Full emas, full demaymiz. Funksiyalari mujassam bo'lgan skuterimiz. Niyat akalarga har xillaridan bor, g'azboni kapalilardan narxlarni aytib o'tib ketaman. Like bosib esdan chiqmasin. Qarang, $1,050. Necha qo'ydik buni? 5.900.000 so'm, 5.900.000 so'm. Ziynasi oldi orqasi jedi, ikki xil, ikkita bir xilini olib kelib qo'yganmiz. Bunisi narxi 8.250.000 so'm. Mayli, tubor baraka. Bunisi narxini 7.300.000 so'm, baloni kichkinarog'ini 7 million so'mdan qilib beraveramiz. Mana baloni uchun menga 10. Uni narigini ko'radigan bo'lsa 8 ga 10 lik qilib ishlangan. 8 ga 3 qilib ishlangan. Balonning farqi bor. Akkumulyatorlar 5.2 amperli, o'sha kilometr yuraveradi. 7.300.000 so'm, 7 million so'm. Endi bu kapalimizni $850 qilib qo'yganmiz. Yumshoqroq modelimizni $700 dan narxini aytmayapman. Biroz zo'r qildingmi? $700 dan. Akkumulyatorlar 5.39, 70 kilometrgacha masofani bosib o'taveradi. Yumshoqligi eng yumshoq modellardan. Balonlari uchun o'rnog'i bortdan tashqariga chiqqan oldi jiksli kolonka magnitofonlari bor, orqa setkalari bor, orqalari sandiq qilib ishlangan 1 metrlik. Qarang. Buni orqasi 80-60 bo'lsa, buni orqasi 1 metrdan shu qarang. Bemalol 3 kishini olib ketaveradi. Oldilari ham keng, oyoq tormozlari bor. Juda yumshoq, eng yumshoq. Bundan ham yumshoq akasi bo'ladi. Vasa Sport'ta X7 modelimiz. Bunisi narxi $700 dan qilib berilaveradi. Bemalol orqaga chiqaringlar. Albatta ishlarni chiroyli qilib bitirib beramiz. $790 dan kapali modelimizni qo'yganmiz. 5.2 amperli akkumulyator. Skuterlarimiz 16 so'm oxirida aytib o'tganman, skidga qo'yib yuboramiz. Oxirida qo'ysa, videoni oxirigacha ko'rmaydiganlar bor. 16 so'm modelimiz 3.900.000 so'mdan qo'yib yuboramiz. 5 ta akkumulyatorli, 50-70 km masofani bosib o'tiradi, 500 watt motor. Orqa zadniy rejissyor funksiyalari bor. Oldi tormozli. Full Pro modeli. Pro modeli. 16 saka Pro modeli. Orqa setka, bagaj, kaska, jilet hammalari bor. Temir diskali, temir qanotli, motorlari 500 wattli, orqa noshka, keyin noshka, oyoq patnoshkalarigacha bor. Hamma ma'lumotlarni berib o'tdik. Tezliklari 25 cheklangan tezligi, 55 tezlikda harakatlanadi. 3.100.000 so'mdan dastavkasi ichida qo'ygan skuterlarimiz 14 cho'ntak vodiy bo'yicha dastavkasi ichida 3.100.000 so'mdan. Hech qayerda yo'q narxlar. 4 ta akkumulyatorli o'zingiz aloqaga chiqarasizlar. Har xil turdagi skuterlarni bemalol skuter ko'rdan xarid qilishlar mumkin. Maxluqdami modellarimiz skidga tushganlarni aytib o'tib ketaman. 4.700.000 so'mdan qarang. Orqa yerlari uzun, balonlari 3.16 lik qilib ishlangan. Oldi tormozli kolonka magnitofonlari bor. 5 ta akkumulyatorli yuk ko'tarish 200 kg. Eng baquvvatini istaganlarga xuddi shu modellarimizni 4.700.000 so'mdan aloqaga chiqdilaring. 4.800.000 so'mdan baloni qalinlari. 4.800.000 oldi tormozli. $400 dan olishda akkumulyatorli esa $380 dan 5 ta akkumulyatorli GT modellarimiz. Skidga tushgan 4.400.000 so'mdan HMS modellarimiz. Ko'rishingiz mumkin. HMS Telegramdan yozsangiz pastga nomerlarga bemalol rasmlarni tashlab berish mumkin. Va biznes o'rayotgan akalarimizga, tezlikda xush ko'ruvchi akalarimizga Redline biznes skuterimizni olib kelib qo'yganmiz. Ko'rishlaring mumkin. Eng full deydi yana full deyman. Hamma funksiyasi bor. Mana. Pultni yurgizing. Bo'ldi. Biznes ham aytmoqchiman. Mana biznes ham. Narigini yurgizamiz. Buni biznes tugatish. Pultda ham yuradi, kalitda ham yuradi, start stopda ham harakatlanaveradi. Hamma yo'llari bor. Bo'ldi, yurdi. Biznesni past so'rayotganimiz azarimiz. Voy jonimdan og'zini qarang. Tumankalari, boyo'g'li paralarni qarang. Chiroyli ishlab qo'ygan tumankalari bor. Oldilari ham chiroyli ishlangan. Orqa oldi jiks tormozli, oldi aynalari bor. Ko'rishingiz mumkin, Redline ruchkalarida kruiz kontrollari, hamma yo'llari mavjud. Avariya sistema deysizmi, hamma funksiyalari bor. Motorlari ham vaqtida 150 kubali bo'ladi. Patrushkalari ham qalin Redline sida 70-90 qilib ishlangan. Orqalari ham nima ishini ko'rib turamiz. Orqa bagaji bor, sondig'i qo'yib beriladi. Hamma yo'llari joyida. 3 taga 4 ta rasxod qiladi 100 km ga. Uni sondiqlari qo'yib qo'yilgan 4 burchak bo'ladi. 100 km ga 3 tadan 4 tagacha rasxod qiladi. Endi Agna firmasiga tegishli M7 modelimiz, retro model so'rayotganlarga juda ko'p hammasi qiziq edi.
Retro modellarimizni albatta narxlarini skidga qo'yib qo'yganmiz. 7 million so'mdan 6 akkumulyator 50-70 km masofa 2000 watt motor. Orqa oldingi kistorimiz tezliklari 60. ICBS verilarimiz 5 million 400 ming so'mdan. Akkumulyatori ichida. Motorlari 750 watt. Bitta to'liq zaryadda aksentda 50-70 km masofani bosib o'tadi o'rtacha. Tablolarda 5 ta skorshlari, zaryadga bo'lsa 7 ta skorsda bemalol harakatlantirib kelsangiz bo'laveradi. 26 ga turunur razmerda balon. Hamma komplekti bor. Zaryadchi, balobattar, qulub, kalit, bakovoylargacha qo'yib qo'yilgan. Ko'rishingiz mumkin. Akkumulyatorlar olinadi, uydan ham zaryadsiz bo'laveradi. Tezliklari 35-45 tezda harakatlanadi. ZB modellarimiz 7 million so'mdan, Zala 9 modellarimiz, tumankalari bor, kommunikatorfonlari bor, 7 million so'mdan. Akalarimizga, Didinozi akalarimizga CD nasiblashuv bo'lgan S modelimiz. Oldingi kistorimizni orqasi kolotchni 5-6 ta 20 amperli akkumulyator, 1000 watt motor, amortizatorlari baquvvat, tezliklari 60, yuk ko'tarishi 200 kg, bitta to'liq zaryadda 60 km, 65 km masofani bosib o'tadi, shahar ichi o'rtacha. Ko'rishingiz mumkin. Zo'ri. Tablolari ham kasalgacha aytib turadi. Orqa baklarda kaska jileti bor, 2 kishi, даже 3 kishini bemalol yana bir kishini olib kelsangiz bo'laveradi. Dizelniga qo'shadiganlar. Dizelning narxini aytib o'tdim. Dizelning narxini yangi holatda $9 dan bemalol xarid qilishingiz mumkin. Dastlabki kelishilgan holatda. Bunimizning narxini keladigan bo'lsak, istiloq beramiz. 6 million 400 ming so'mdan qilib beraveramiz. Hech kimda yo'q narxlar. 6 million 400 ming so'mdan. Keyingi modellarimiz. Tesla modellarimiz qizil ko'k yashil ranglarda bor. 4 million 600 ming so'mdan 5 ta akkumulyatorli, orqasi kistormizli bo'ladi. Arzon dugali so'rayotganlarga 6 million so'mdan 6 ta akkumulyatorli, tezlari 60-65, yuk ko'tarishi 200 kg, oldingi kistormizli dugali modellar. Hammaga mashhur dugali modellarimiz. Bunimizdan ham 6 million so'mdan qilib beramiz. 93 ga chiqadigan baquvvatidan so'rayotganlarga 7,5 million so'mdan Largo 005 modelimiz. M4 modelimiz 70 ga 39 amperli akkumulyator 8 million 200 ming so'mdan. 8 million 200 ming so'mdan 100 km yuradiganlarga 1000 ga motor miga. Men baquvvati. Onlaynlari ham bor. 8 million 200 ming so'mdan. Aka, nima deysiz obunachilarga? Obunachilar kelsa, bitta Viberni ko'rib, xudo xolasa o'zlari tanlab chiroyligini olib ketadi, arzonlardan qilib beramiz. Xudo xolasa, bemalol kelaverasiz, akamiz qilib beradi. Bismillah Said aka. Bemalolga chiqarasizlar, ishlaringiz chiroyli kelib, minib ko'rib olib ketsalar ham bo'laveradi. Narxlari telefon qilib yo Telegramda yozsalaring albatta tashab beriladi. 300 kilolik so'rayotganlarga ham 300 kilolikda pullari bor. Oxirida zo'rlari chiqadi deydi. Qora rangidan, seri rangidan bor. Bu ham yukxona ham o'rindiq bo'ladi. Ham yukxona ham o'rindiq bo'ladi. Kiyimlari ochiladi. Narxlari bu xuddi hamma funksiyalari bitta bo'lib joylangan. Palijinglari bor. Eng zo'r ekan. Ko'rishingiz mumkin, avariya sistema, fonar, zandereja, 3 ta skurs harakatlarni, kommunikator, oldinlari ko'ttasidan qo'yilgan. Bordlari ham eng qalinidan ishlangan, materiallari qalin, saka diskali, original akkumulyator 639 amperli, 70-80 km masofani bosib o'tishyapti, o'rtacha shahar ichi. Akkumulyatorlari ham 2026. Kaska jilitlar, kaska oyoq qo'llari, cho'ntaklari, original zaryadchilar qo'shib beriladi. Akkumulyatorda xijolat qilmaydi, bir hafta garantiyalari bor, hammasini bitta to'g'ri zaryadda 10 km dan kam yursa almashtirib beriladi. Oldingi kistormizda 300 km $8 bilan. Bemalol chiqarasizlar. Like bosib, obuna bo'lib ketishingizdan chiqmasin.